Xolajon, assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Murojaat qilgansiz bo'lasiz. Nimaga murojaat qildingiz? Endi ketib tushib ketgan edi. Yorilganmi? Nima qilish kerak? Shivo qilish kerak. Shivo qilish kerak. Xo'jayingiz bolalarmi? O'tganlar Farzandlardan nechta? bitta. Qiz, o'g'il? Bitta qiz bor. Bitta qizingiz bor, ha? Qizingiz qayerda? Qizim turmushga chiqqan. Ha, turmushga chiqib ketgan. Bir o'zi yashaysizmi, xolajon, shu yerda? Shu xonada? Qo'rqmaysizmi, xolajon? Obunachilar, mana ko'ryapsizlar, ha? Shu xolamiz mana bir o'zlari mana shu uyda yashab kelyaptilar ekan. Yana nima yordam kerak? Bitta shu uyni ketini shuvash kerakmi, xolajon? Juda yomon bo'lganmi? Tushunarli. Obunachilar, hozir o'tib ko'rsataman. Shu xolamizga bir yordam beraylik. Mujun ahli, ko'rib turayotgan jamiki mo'min musulmonlar. Duo qilasizmi, xolajon? Yordam berganlarni farzand talablarida, bemorlar haqiga duo qilasan, musofirlar haqiga, hammasi haqiga duo qilsangiz, Xudo o'zi yordam berishadi. 1 so'm bo'ladimi, 5 so'mmi, 10 so'mmi, ehsonni kami ko'pi bo'lmaydi. Ehsonning mukofoti ehson albatta. Xafa bo'lmang, Xudo o'zi hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir bir uyni ketin ko'rsatsak bo'ladimi? Yuring. Qani, yuringchi. Tashqari chiqarsini bir ko'rsataylikchi, qanday? Keling. Xolajon, qayerga olib keldingiz? Buni svet ham yo'q ekan-ku. Svet yo'q ekan. Buni qaranglar, obunachilar. Mana bu devorlar mana yorilib ketgan ekan. Mana sharoitda. Mana. Shu yerda yashaysizmi, xolajon? Bu tarafi yaxshi. Bu tarafi lekin mana devor yorilibdi. Orqasini ko'rsasak bo'ladimi? Orqa tarafini yuring. Mana shumi, xolajon? Mana shu mana. Mana obunachilar. Uyni keti shu ahvolda ekan. Shu yerda shuvash kerakmi? Buni shuvasa bo'ladimi, xolajon? Shuvash kerakmi, xolajon? Shuvasa bo'ladimi? Bo'ladimi shuvasa? Obunachilar, nima deysizlar? Shu devor mana, qaranglar. Mana shu ahvolda buni endi shuvasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Oralaringizda endi ustokalar ham bo'lishi mumkin. Balkim ko'rayotgandir ushbu videoni. Bir kommentariyada yozib, maslahatlaringizni berib yuboringizlar. Mana shu uyni keti bir avariyni holatda endi buni shuvasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hayronman. Buni shuvasaga yana yorilib ketsa, mehnatimiz hayf bo'lmaydimi? Buni qaranglar mana. Mana ahvol. Mujun ahli, aka opa singillar, bir yordam bermasak bo'lmaydi. Kim qayerdan kuzatayotgan bo'lsa, iltimos bir yordam qilaylik, shu xolajonimizni bir xursand qilaylik. Shu kecha kunduz mana shu uyda o'ylaydilar ekanki, Xudojon, shu yotganimda ustimga chappa bo'lib ketmasin edi deb shu uyqulari kelmaydi ekan. Endi ayol kishi zaifa bilamiz. Onalarni begonasi bo'lmaydi. Onalarimizdek hisob qilaveramiz. Xolamiz, onamizdek. Shu uchun bir yordam qilaylik, obunachilar. Xolajon, shuni qilish kerakmi? Mana sharoit. Kommentariyada yozinglar, kimda qanday fikr bor, kim qanday yordam qila oladi. Iltimos, nomer telefonlarni qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Bir yordam qilaylik. Mana shu sharoit. Xudo o'zi hammasi yaxshi bo'ladi, xolajon, inshaalloh. Faqat siz duo qilib tursiz bas. Maylimi?